Assalomu alaykum. Bu videoda men sizga mutant plural noun nimaligini o'rgataman. Agar tayyor bo'lsangiz, boshladik. Keling, undan oldin irregular plural noun nimaligini qaytarib o'tamiz. Irregular plural nouns. Bu nima? Irregular plural nouns bu s qo'shimchasi siz ham ko'plik yasaydigan otlar. Ko'plik yasaydigan otlar. Va bular biz 5 ta turga bo'lgandik. Hozir hammasini qisqacha tushuntirib o'taman. Birinchisi bu окончание o'zgaradigan otlar. Masalan, like cliff bu birlik, single. Cliffs bu plural. Mana f vs ga o'zgardi. Va bizda keyingisining nomi stable. Bu o'zgarmaydigan. Sheep. Keyingisi bu mutant otlar. Mutant. Bular qanaqa? Bu o'z shaklini o'zgartiradigan otlar. Masalan, food, feed. Ular o'zining shaklini o'zgartiradi. Va biz oxirida foreign nounlar bilan tanishamiz. Bular chet, latin, grek tillaridan olingan otlar bo'lib, ular ham deyarli qanchasi o'zgaradi, lekin ular chet tillardan borrowed qilingan. Masalan, fungi. Bu ko'pligi fungus ko'pligi fungiga aylanadi. Uzr, do'stlar, biroz xatolashdim. Birlik shakli buni fungus, ko'plik shakli fungi bo'ladi. Keling endi asosiy mavzuga o'tamiz. Bugungi asosiy mavzuimiz bu mutant otlar. Mutant otlar nima? Bular o'zi yettita bo'lib, bular o'z shaklini o'zgartiradigan otlar. Masalan, keling jadval tuzib olamiz. Bu yerga so'zning o'zi, bu yerda single shakli va bu yerda plural shakli. Bu tarafda sanaymizda. Mana biz buni 7 katakka bo'lib oldik va birinchi so'zimiz bu foot. Foot nima? Foot oyoq. Bitta oyoq. Biz ikkita oyoq deyishimiz uchun buni ko'plik shakliga aylantiramiz kerak. Bunga s qo'shimchasi qo'shilsa, foot bo'lsa, bu xato bo'ladi. Nega? Chunki bu shunaqa mutant plural noun turiga kiradi va bu feet bo'lib o'zgaradi. Keyingi so'zimiz siz bilgan woman va buning ko'plik shakli woman. Bunda farq, bu yerda e bo'lsa ko'plikda bo'lyapti, bu yerda man bo'lsa single. Va keyingi otamiz bu manning o'zi. A man. Keyin man, demak ko'p erkak kishi bo'lsa. Keyingi so'zimiz bu tooth, ya'ni ki tish, va bu ham teeth bo'lib o'zgaradi. Tooth, teeth. Keyingi ot goose, nimaki g'oz, va bu geese qilib o'zgartiriladi. Keyingi so'zimiz bu juda mashhur mouse va ko'plik shakli mice.
Eng oxirgi so'zimiz bu louse va lies. Agar e'tibor bergan bo'lsangiz, bu so'zlarimizda mana shu akanchalar ice so'ziga o'zgardi. Va bu hech qanaqa grammatik qoidaga rioya qilmaydi. Buni siz yettittasini yodlab olsangiz bas. Yodlab olgandan so'ng bularni bemalol ishlatishingiz mumkin. Agarda videoni shu joygacha ko'rgan bo'lsangiz, sizga kattakon rahmat. See you soon.